Assalomu alaykum Muzaffar Xo'rozlar kanalining obunachilari, aka-ukalar, do'stlar. Bugun 3-yanvar. Xudo xolasa ekranda ko'rinayotgan makonimiz sotiladi. Pepil makon. Otasi Kariz, onasi Xitoy obunachilar. Kimda kim ishqiboz bo'lsa, ekranda nomer qo'yib o'taman, bemalol aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Afisani kommentariyada Telegram kanalimizga qo'yib o'tamiz. Unga ham o'tib, tusha olmaganlar unga o'tib menga yozsanglar ham bo'ladi obunachilar. Sizlar bilan Muzaffar Xo'rozlar kanali admini bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. 3-yanvar 26-yil. Mana makonimiz. Makon bir tulak obunachilar. Tuxumda emas. Bir 10 kun yaxshi boqilsa tuxumga kiradi obunachilar. Sal xurga kiradi obunachilar. Shunga kletga qo'yib videoga olishga qaror qildim. Mana obunachilar. Kimda kim ishqiboz bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar obunachilar. Sotiladi makonimiz. Pepil.